darsni davom qildiramiz. Deylik, counter orqali do while'ni ishlashini davom qildiramiz. Ya'ni int deb, keyin counter deb o'zgaruvchiga nom berib olib, keyin 1 deb, keyin nuqta virgul qo'yamiz va while'ni ochib olamiz va while'ni ichiga endi shart beramiz. Ya'ni 5 dan kichik bo'lsin yoki 10 dan kichik bo'lsin degan shart berishimiz kerak bo'ladi. Xuddiki mana bu fornikiga o'xshab shunaqa qilib shart beriladi. Masalan, bu yerda 5 dan kichik yoki teng deyilgan, xuddi unga ham shunaqa qilib shart berishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun xuddi shunga o'xshaydi fornikiga. Counter deb yozib olib, 5 dan teng yoki kichik bo'lsin deb olamiz. Keyin bu bajarmasa, bu printf qilib bajarsa, printf qilib counter chiqsin ekranga deb qo'yamiz. Foiz olamiz int bilan berganimiz uchun counter deb e'lon qilib qo'yamiz. Va endi buni ishlatib ko'rsak bo'ladi. Bularni kommentariya qilib olamiz, run qilamiz. Endi qaranglar, bu to'xtamaydi. Mana bu konsolni ekran tugaguncha bir qilib chiqarib beradi. Sababi, endi buni sababiga keladigan bo'lsak, anoda tepada mana plus degan joyi bor edi. Endi bu yerda u joy yo'q. Mana ko'ryapsiz, tepada ya'ni shunaqa metodimiz bor deb aytib o'tdim, ya'ni a++ degan. Endi lekin mana bu while'ni ichida endi bizda unaqa metod yo'q. Buning uchun esa buni ichiga biz shunaqa metod kiritib o'tishimiz kerak. Chunki bu oshirishni bilmayapti. Faqatgina bir rozini bizga konsolga chiqarib aylantirib ishlab yotibdi. Ya'ni qachon to'xtashi, qaysi joygacha to'xtashni bilmayapti. Faqat aylantirib turibdi. Endi bizga shu joyda counter plus kerak. Mana nimaga kerak ekani yaqqol ko'rindi bizda. Mana bu konsolda aylanib yotganini o'zingizlar sezib oldinglar. Endi bu qanaqa ishlaydi desanglar, birinchi in counterga kiradi, u 1 bo'ladi, keyin u tushadi deb 5 dan kichik bo'lishi kerak ekan deb bittaga oshadi, 2 bo'ladi, keyin yana tepaga chiqadi, keyin pastga tushadi, 5 dan kichkina deydi, pastga tushib yana u 3 bo'ladi, keyin yana tepaga chiqadi, keyin 5 dan kichkina bo'lib 4 bo'lib yana chiqib shunaqa qilib aylanib davom qilaveradi bu. 4 bo'lib chiqqandan keyin yana tushib 4 dan kichkina bo'lib 5 bo'lib yana chiqadi. Qarasa 5 ga teng, keyin tushadi. Lekin u endi 1ga qo'shiladi va 6 bo'lib chiqsa, u amalni bajarmaydi va shu bilan chiqib ketadi va keyin konsolga e'lon qilib beradi bizlarga. Endi buni run qilib ko'radigan bo'lsak, mana chiqdi, ko'ryapsizlar.